Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, salomatmisizlar? Xudo xolasa Qorasuv 3 ta Germonga buqalar tortgan kelganmiz. Xizmatdamiz akalar, to'liq xizmatlari bo'lsa bemalol aloqa chiqa olasizlar. Hurmatli obunachilar, minbar uzr ichida bozorlarda qoldiryapmiz. Xudo xolasa shu haftadan bozorlarga chiqib videolar qilib boramiz. Ishlarimiz ko'payib shonadan chiqa olmay qoldi. Akalar, ukalar, to'g'ri tushunasizlar. Xudo xolasa shu yakshanbadan Qo'rontepa hayvon bozoriga chiqib chiroyli videolar qilib boramiz akalar. Akmaljon aka, necha oy bo'ldi bularga aka? 7 oy. Akalar, ukalar, shu buqalarni 7 oy oldin olgan ekan. Kilolari hop, mana bu 495 kilo chiqdi. Hop, bunisi 475 chiqdi. 475 ga 495 akalar. Hozir nari buqani ham tortib olsak, hozir qo'yganlar aytib boraman. Sizlar qo'yilmaysizlar, YouTube'ga bu. Sizlar chiqarmayman. Hop. 480 kilo. 480 kilo. Meni ham taqiladi-ku, asta-asta. 480 dedi ya Akmaljon aka. 480 kilo akalar. Böyle 80 çıktı. Huş. Tamam, ona her şey söyledim. Böyle 80 kilo. Kilo. Hop, acele. Hop, 400. Yok. Dörüz 75, 495 akalar. Hop, keyin akalar. Hop, hozir. 534 kilo. 534 kilo. 406 kilo. 467 kilo akalar. 480 kilo chiqdi shu buqamiz. Mana uni birinchi tortuvdi o'zi. Mana shu 495 chiqdi bu ham. 495 kilo mana shu. Hopbosh. Mana shu buqalarni ham tortamiz. Maşallah. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar akalar, ukalar. Xudo xolasa manfaatli videolar qilib boramiz yakshanbadan. Kimga to'liq xizmati bo'lsa, bemalol aloqa chiqa olasizlar. Pastga raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz akalar. Qo'rontepa, Qorasuv, Xonobod, Sultonobod xizmatdan xudo xolasa. Akmaljon aka, nech pul olinuvdi? Shu 7 oy oldin bitta olindi. 17 million so'mdan olingan ekan, 7 oy oldin.
Aha ya bak. Nasıl? Yetti ay oldin 17 million so'mdan olingan bu qo'la. Yetti ay oldin 17 million so'mdan olingan akalar. Hammasi. Bitta joydan olingan ekan, 7 ay oldin 17 million so'mdan barakasini yesa. Ama undan ikkita oldim, azizlar haligida. Shular uyda olib, ta'sir keldim. Bismillah. Qo'la qildim. Ha. 11 ga olganim, bir yo'q baqib 18 yarimga sotdim. 18 ga olganimni 20 ga sotdim. 11 ga olganimni qo'la qildim. Mana o'rta gap bu. Mana shu o'rta baqamanda oldim. Hadi qo'yaman. Qo'l yetadi. Yok. 503. 503 kilo. 503. 503 kilo akalar. Peki oldu ya şurada. Gidas taşıcan kokos yine. 503 kilo chiqdi akalar. Keseyim 1 milyon so'm 4 lira aytadi. 503 kilo. Raqamni aytgan degan yerdan ona ona chiqaribdi. 9 lira deyapti. 22 yaptı toplam. 7 taş ettim. 9 yağını görmeyapman men de oğlum. O ne bokuyor? O da tek ya. Kim o? Taşın eşyaları 2 günden beri aytadi. Hani 25 ilaç olmadı. Hani 25 ilaç olup 1 milyar 362 milyon. Sabır toplayın. 1 milyar. Nakıl yaptı. Hadi şöyle oturttular. 3 günden beri oturttu aytadi. Bir tane mi? O şuraya vardı başladı. Moyam var. 406 kilo kelgan ekan akalar. Bu işi gibi oldu yani. Hazır etmez mi geçer? Okey. 1 milyar. Yok. Ben o zaman bu yıllarına konuş gerek. Oyun kızı var. Açılan paspaslarını birbirine tam konuştuk. Sanki o beni kendi yapıyor. Senin bu pastan aşağı Ya mı ya o? Güven olur muydu? Hop, keyingi yuqamiz, hozir kilolarni ko'rsatib boramiz. Mana aradan 45 ming dollar qoldi. To'g'ri, men o'shaga
4 kishi. Qo'yadi. Mana o'tmayapti-da. Shuni yetish kerak, umuman. Shuni 5 minut. Hey, ulo. Rahim o'tirish kerak edi ularda. Shu aka. Bo'ldi. Qo'yar aka. 90 kilo. 89 yo'q. 489 kilo. Bular ana shu 17 million olingan, bir xil. 489 kilo. Yürü 89 kilo kelar. Ana shu hammasi bir joydan 17 million so'mdan olingan. Hisob kitob ko'ra olasizlar. Ferma ham dahshat solingan ekan. O't bosadigan qilib, ikki tash qilib, chotki qilib joylaydi. Obuna olib, like bosib qo'yinglar akalar. Sizlardan yordam inshaalloh xizmatdamiz.